Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyghur qurultayı tor televiziyasi күнділік xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Uyghur məcburi əmgəkini çəkləş qanun layihəsi 27 yanvar günü senator Marco Rubio və Jeff Merkley tərəfindən Amerika Kengash palatasında tonuşturuldu. Məzkur qanun layihəsi ötən il 9 ayda Amerika Avam palatası tərəfindən 3-yə qarşı 406 avazdan qo'llashidek mutlaq ustunlik bilan ma'qullangan bo'lib, bu loyihaning rasmiy qonunga aylanishi uchun yana Kengash palatasining ma'qulligidan o'tishi kerak. Agar bu qonun loyihasi rasmiy qonunga aylangan taqdirda Xitoydan mol ta'minlayotgan Amerika shirkatlariga molning kelish manbasini tekshirish haqida yana og'ir talablar qo'yiladi. Uyghur məcburi əmgəkidən nəb eləyotqan alma şirkətinin ötən ili məzkur qanun layihəsinin ma'qullanışını to'sish uchun Amerika Avam palatasida lobbichilik qilganligi oshkorlangan edi. Alma şirketining mahsulotlari ishlab chiqarilgan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy əmgəkka selinayotganligi haqida ilgari ko'p qitim ishonchli dokladlar e'lon qilingan bo'lib, masalan Avstraliya strategiya siyosat instituti o'tgan yili 3-oyda e'lon qilib zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan dokladida Alma şirketining kompyuter zapchastlarini yasaydigan zavodlarda Uyg'ur majburiy əmgəkchilarining borligini oshkorlagan. Amerika Birleşmə Agentligi Xitoyning Nanchang shahrida Olma va Lenovo qatorliq shirkatlarning kompyuter zapchastlarini yasaydigan zavodlarda Uyg'urlarning majburiy əmgakka selinayotganligini aniqlab chiqqan edi. Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan senator Marco Rubio apandi 27 yanvar Amerika Kengash palatasida o'tkazilgan Uyg'ur majburiy əmgakini cheklash qonun loyihasini tonishtirish yig'inida qilgan so'zida Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qarata qo'rqinchli darajada insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi. Buni aslo ko'maslikka solanmaymiz. Shunga buni to'sish uchun qo'limizdan kelgan tirishchanliklarni ko'z tutishimiz lozim. Bu qonun loyihasi ana shu jihatda tashlangan bir qadamdan iborat. İki partiyalik bu qonun orqali Uyg'ur majburiy əmgakidan kelgan mahsulotlarning Amerika bozorlariga singib kirishini va Amerika shirkatlarining Uyg'ur majburiy əmgakiga chetilib qolishini to'sib qolalaydi dedi. Demokrat partiyasidan bo'lgan senator Jeff Merkley apandimi Kengash palatasida qilgan so'zida Xitoy hukumati Uyg'ur va boshqa oz sonli musulmon millatlarga qarata qiynash, so'lash, majburiy əmgakka selish, diniy va milliy meroslarni yo'qotishda qilmishlari bilan rasmiy irqiy qirg'inchilik yurgizyotadi. Uyg'ur majburiy əmgakidan kelgan mahsulotlarning texicha Amerikada setilayotgan mollar qatorida turishi insonni beorom qiladi. Buni aslo qabul qilolmaymiz. Shunga biz Xitoyning jinoyatlariga sherik bo'lib qolmaslik uchun Uyg'ur majburiy əmgakidan kelgan tovarlarni import qilishni to'sishimiz va bu xil zulmlarda javobgarligi bo'lganlarning mas'uliyatini surishtirishimiz lozim deb ko'rsatdi. Dunya Uyghur qurultiyyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandi bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Uyg'urlar masalasining navbatda Amerikaning davlat siyosatiga va Amerikadagi har ikki partiyaning o'rtaq masalasiga aylanganligini, yuqorqi qonun loyihasining Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan senator Marco Rubio bilan Demokrat Partiyasidan bo'lgan senator Jeff Merkley tarafidan birlikda tonishtirilganligining dal bu nuqtani isbotlaydiganligini bildirdi. Amerikaning bu navbatlik yangi tashqi ishlar ministri Antony Blinken vazifaga tayinlanib tunji o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini qayta ta'kidladi. Antony Blinken 27 yanvar kunidagi axborot e'lon qilish yig'inida muxbirlarning Trump hukumatining Uyg'urlar ustidan chiqargan irqiy qirg'inchilik qarori haqidagi savollarga javob berib, mundaq dedi: "Mening Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib berilyotidi degan hukmim yanada aslida kerak. Uningda o'zgarish bo'lgani yo'q." Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini jakarlagan 19 yanvar kuni Antony Blinken Amerika Kengash palatasida o'tkazilgan vazifaga o'ltirish oldidagi guvohlik berish yig'inida Trump hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatini qo'llaydiganligini bildirgan va Mike Pompeoning qarashi mening o'rtaq qarashim. Xitoy hozir Xinjiangda qirg'inchilik qilyotidi degan edi. Antony Blinkenning vazifaga rasmiy o'ltirib tunji kuni o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida yana bu nuqtani ta'kidlashi alohida diqqat qo'zg'adi. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgandan keyin 2022 yili Beyjingda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish cho'qqinlari yana kuchayishga boshlamoqda. CNN agentligining xabarida aytilishicha bu musobaqaga 90 necha davlat o'z harakatchilarini avatadigan bo'lib, bu davlatlarning irqiy qirg'inchilik qilayotganligi aniq bo'lgan Xitoy bilan bu masalani qanday bir yoqli qiladiganligi jiddiy bir sinoq bo'lib qolgan.
Chunki Amerika hukumati e'lon qilgan irqiy qirg'inchilik haqidagi hukm bevosita holda biror jazoni o'ttirg'a qo'ymagan bo'lsa-mu, buningga qandaq inkos qaytarish har qaysi davlatlar uchun salmoqli bir masala ekan. Navbatda Avstraliya, Angliya, Kanada, Amerika qatorliq davlatlardagi siyosiy yo'llar bu musobaqani boykot qilishni jiddiy talab qilayotgan bo'lib, bu jihatdagi xizmatlar har qaysi hukumatlar va xalqaro olimpik komitetini cho'rdab davom qilmoqda ekan. Halbuki Xitoy hukumatining biz olimpik ruhiga xilof hech qanday ish qilganimiz yo'q deb turavilishi bu jihatdagi xizmatlarga zo'r to'sqinlik paydo qilmoqda ekan. Ammo xalqaro olimpik komiteti bu vaqtdagi savollarga javob berib, olimpik musobaqasi o'tkazish huquqini bir davlatga berganligimiz bizning u davlatdagi siyosiy, ijtimoiy masalalarni to'g'ri deb qaraganligimizga barobar emas degan. Ma'lum bo'lishicha navbatda irqiy qirg'inchilik haqidagi rasmiy qarorning elinishiga agishib, Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish harakati diplomatiya va puhraviy sohalar bo'yicha texnik kuchli davom qilmoqda ekan. Shundaqla bu musobaqani to'liq boykot qilishga mumkin bo'lmasa, hech bo'lmaganda qisman bo'lsa-mu boykot qilishdan umid bor ekan. Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Jang Junning 25 yanvar kuni Nyu-York shahrida o'tkazilgan Yahudilar zo'r qirg'inchilikqa xotira faoliyatiga qatnashganligi hamda bu ahvolni o'zining Twitter betida ko'z-ko'z qilganligi qattiq masxaraga uchirdi. Birlashma agentligining 27 yanvardagi xabarda aytilishicha, bu qitimqi faoliyatga Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres qatorliq muhim arboblar qatnashgan bo'lib, Polshadagi mashhur Auschwitz jazo lageri ozod qilinganligining 76 yilligini xotirlash uchun o'tkazilgan. 27 yanvar kuni bo'lsa Yahudiy cho'ng qirg'inchiligini xotirlash kuni bo'lib, 1945-yili 27 yanvar Sovet Qizil armiyasi Polshadagi dunyoga mashhur Auschwitz nazi kampidagi Yahudiylarni qutqizgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan 2005-yili 11-oyning 1-kuni e'lonlangan qarorga asosan 27 yanvar kuni irqiy qirg'inchilikqa uchraganlarni xotirlash kuni qilib bekitilgan edi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish harakati 21-asrdagi yangi qirg'inchilik deb ayblanayotganda Xitoy bosh elchining bundoq bir faoliyatga taklif qilinishi zo'r tanqidga uchirdi. Ba'zi analizchilar bu holni tanqidlab Uyg'urlarni qirg'in qilayotgan Xitoyning elchisini bu faoliyatga chaqirish, mohiyatan natsistlarning vakilini Yahudiylarning xotira faoliyatiga chillashdan boshqa narsa emas deb ko'rsatdi. Bu vaqtdagi xabarlar tarqalgandan keyin ko'plagan sohaning tanqidiga uchirdi. Yahudiylar haqidagi xabarlarni bosadigan ko'plagan gazetlar bu voqea to'g'risidagi nurg'un masxara va tanqid inkaslarini topshirib olgan. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari oshkorlangan 2017-yildan buyon butun dunyodagi Yahudi jamoatlari orasida Uyg'urlarni qo'llash harakatining shiddat bilan kuchayib berishining eng asosli sabablarining biri model Uyg'urlarning navbatdagi taqdiri bilan Yahudiylarning 2-dunyo urushi mazgilidagi taqdirining o'xshashligidan iborat. 2-dunyo urushidan keyin hamda aslo takrorlanmaydi deyilgan jazo lagerlarining oradan 70 necha yil o'tib bugungi kunda Sharq Turkistonda takror o'ttirg'i chiqishi butun Yahudiy xalqini dahshatga tushirgan edi. Shuning uchun bu qitimqi dunyoning har qaysi joylarida o'tkazilgan Yahudiy cho'ng qirg'inchiligini xotirlash faoliyatida Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganlik masalasi asosiy temalarning biriga aylandi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining sobiq ministri Mike Pompeo 19 yanvar kuni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan qabih jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgandan keyin Amerikaning yangidan tayinlangan tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning buningga tamoman qo'shiladiganligini, Trump hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatini qo'llaydiganligini, chunki Xitoyning Amerikaga eng chong tahdid ekanligini bildirgan edi. Bu munosabat bilan yaqinda xalqaro radio podkast shirkati Audio Boom to'g'rining ziyoratini qabul qilgan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari advokat Nuri Turkal apandi Amerikaning bu qarori ittifoqdoshlari uchun yetakchi prinsip, ilhom madad va harakat qo'llanish chaqiriqnomasi hisoblanadi deb ko'rsatdi. Nuri Turkal apandi bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi: Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri bilan navbatdagi tashqi ishlar ministri nomzotining Xitoyning Uyg'urlarni bostirish jinoyatini birdek holda irqiy qirg'inchilik deb tonishi Amerika hukumati va Amerika xalqining bu ishga nihoyatda astoydil qaraganligini bildirdi. Bu bayonot nihoyatda muhim. Chunki u Uyg'ur va boshqa millatlar 2017-yildan beri uchrayotgan ziyonkashliklarning rasmiy hujjat sifatida angi ilinishi hisoblanadi. Bu orqali Xitoyning javobgarligi surishtiriladi. Bu bayonotda yana insoniyatga qarshi jinoyat tilga ilingan. Bizga ma'lum bo'lganidek, 2-dunyo urushidan keyin Germaniyaning Nuremberg shahrida ichilgan sud va bu sudda sotlangan urush jinoyatchilari urush mazgilida qirg'inchilik jinoyati og'ir bo'lgan jinoyatchilardan hisoblanadi. Buningga kapitalistlar va sanoatchilar chetilgan. Bu xil jinoyatning xarakteri bekitilib bo'lgan. Bu xil jinoyatlarni javobgarlikka tortish orqali uning oldini olish kerak.
Şunu bu bayonot kelgusi tashqi ishlar ministri Antoni Blinkenga zulmning ziyinini azaytish va Xitoyni javobgarlikka tortish uchun foydalanadigan bir o'lcham ta'minlab beradi hamda Amerikaning o'z ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, Xitoydagi kishilik huquq masalasini xalqaro kun tartibga elib kelishiga yordam beradi. Nuri Turkal apandi yana ta'kidlab bundoq dedi. Amaliyotda bu dunyodagi har qanday vijdonli rahbar pozitsiya bildiradigan xalqaroliq masala. Bo'lib Yevropa davlatlari rahbarlari buni qila oladi. Chunki bu davlatlar natsistlar Germaniyasining ziyonkashligiga uchragan va boshqa millatlarni yo'qotish nishoni qilgan bu fashist hokimiyatni oyoqlashtirgan. Shunga xalqaro jamiyat, bo'lib Yevropa ittifoqi bu ishda yetakchi bo'la oladi. Amerikaning bu bayonoti ittifoqdoshlari uchun yetakchi prinsip, ilhom, madad va harakat qo'llanish chaqiriqnomasi hisoblanadi. Nuri Turkal apandi so'zining oxirida mundoq deb ko'rsatdi. Xalqaro jamiyat Bo'libmi Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq kengashidan o'rin olgan davlatlar jiddiy yig'in chaqirishi lozim. Agar xalqaro jamiyat siyosiy ham strategiyalik jihatdan tegishli rol o'ynayolmay qolsa, ham bu normal ishga aylanib qolsa, u chaqda texmo cho'ng masalaga duch kelamiz. Türkiye'de yaşayotgan Uyghur kızı Nursuman Abdurishning 27 yanvar günü Türkiye'deki asosliq o'qituvchi partiyalarning biri hisoblangan İyi Partiyasining Türkiye parlamenti o'tkazilgan yig'inida qilgan ta'sirlik nutqi Türk matbuotlarida va ijtimoiy taratqularda zo'r ta'sir qo'zg'adi. Lager qurbonlari oila tavobatlarining izdirikini ilish uchun o'tgan yilning oxiridan buyon Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan norozilik faoliyatiga qatnashib kelayotgan Nursuman Abdurish xonim shu kuni İyi Partiyasining Türkiye parlamentida o'tkazgan yig'iniga alohida taklif qilingan bo'lib, mazkur partiyaning raisi Meral Akşener Nursuman Abdurishni sahnaga da'vat qilishdan burun so'z qilib mundoq dedi. Hukumatdan so'rasanglar eng haqiqiy turk va musulmon biz deydi. Ammo musulmon Türkiye qarindoshlarimizning faryodini anglamaydi va ular haqida bir eg'izmo gap qilinmaydi. Davlat bundoq idora qilinmaydi. Bundoq mas'uliyatsizlik qilishga bo'lmaydi. Buningdan boshqa 2017-yili Xitoy bilan tuzilgan jinoyatchilarni o'zaro o'tkazib berish kelishimi bor. Men parlament a'zolarimizni buni yaqindan kuzatishga chaqiraman. Hukumat tashqi ishlar komitetining kun tartibiga elib kelishga jasorat qila olamdi. Buni qilgan kishi qarindoshlarimiz duchor bo'layotgan zulmni tasdiqlagan odam bo'ladi. U kishi buni bir nomussizlik medali sifatida ömür bo'yi bo'yniga esib yuriydi. Orqadan Meral Akşener xonim Uyg'ur qizi Nursuman Abdurishni sahnaga da'vat qilib mundoq dedi. Bu haftadagi yig'inimizning alohida bir mehmoni bor. Bu mehmonimiz buyuk olim Mahmud Qashqariyning yurtidan keldi. Sharq Turkistonning farzandi, Qashqarlik Nursimongul Abdurish qarindishimiz oramizda. Uni so'zga taklif qilaman. Qani marhamat. Nursimongul Abdurish İyi Partiyasining parlament a'zolarining gulduros ilq sadolari ichida sahnaga chiqdi. Nursimon xonim ko'z yoshi to'kkan holda monolona dedi. Men ota-onam bilan didor ko'rishib, ular bilan quchoqlashib insondek yashashni xohlayman. Insoniyatdan, turk dunyosidan va musulmon dunyosidan umid kutish bilan 4 yil o'tdi. Ammo jazo lagerlari texicha bor. Hatto kengaytirilayotganligi to'g'risida xabarlar kelyotadi. U so'zni mundoq davomlashtirdi. Jazo lagerlaridan ota-onasini o'lik va kasal holda topshirib olganlar haqidagi xabarlarni ijtimoiy taratqularda ko'rganimda qo'rqib jinim chiqay deb qoladi. U yerda o'lganlarning soni kun sayin ko'payotdi. Men u yerdagi insonlarga elib berilayotgan iskanjilarni, bosqinchiliklarni anglatishga yuragim chidamaydi. Uyg'ur yoshlarimiz qo'l ishchi qilib ishlatilayotdi. Qizlarimiz bo'lsa Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanib, bosqinchilikka uchrayotdi. Ota-onasidan ayrilib qolgan bolalarni lager maktablariga solab, ularni tili va dinidan ayirib xitoylashtirmoqda. U so'zning oxirida Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan siyosatining irqiy qirg'inchilikka aylanganligini bayon qilib mundoq dedi. Xitoy hukumati qanchalik yushirishga tirishsa-mu, muxbirlar, mutaxassislar va kishilik huquq tashkilotlari texnologiyaning kuchi bilan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq Turkiy xalqlarga irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini isbotladi. Endi dunya nimani saqlayotdi? U yerdagi millionlarcha kishining o'lishinimi? Sizlarning sukutda turishinglar Uyg'urlarning yo'q bo'lishiga sabab bo'ladigan bo'lsa, men kishilik huquqning bog'liqiga, turklarning, musulmonlarning qarindosh ekanligiga qandoq ishinaman? Vijdonli kishilar qilishga tegishli ishlarni balduroq qilishini talab qilaman. Bu zulmga hammalarning birlikda to'xta deyishini talab qilaman. Men deydiganlarimni dedim. Endi insonlikdan javob kutaman. Dardimni va faryodimni sizlar bilan o'rtoqlashish fursati berganliginglar uchun ko'p rahmat. Hammanglarga hurmatimni bildiraman.
Kanada parlamenti Avam palatasidagi konservativlar hukumatning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi to'g'risida Avam palatasiga eng tez orada qaror loyihasi sunadiganligini bildirgan. Kanada parlamenti Avam palatasining kishilik huquq tuvan komiteti o'tgan yili 10-oyda Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilib, hukumatning e'tirof qilishini talab qilgan. Parlamentning kishilik huquq tuvan komitetidagi liberal parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan bu qarorga bosh minister Trudeauning liberal hukumati pozitsiya bildirishni rad qilgan edi. Samir Zoberi bo'lsa o'tgan yili 10-oyda Kanada kishilik huquq tuvan komitetining irqiy qirg'inchilik qaroriga qo'llab ovoz bergan liberal parlament a'zosining biri bo'lib, u 26-yanvar kuni Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zda bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Xitoyning nima uchun mazkur rayonda yuz berayotgan ishlarga oid uchurlarning tashqariga chiqishini cheklaydiganligi menga tushunishlik. Biz bu ahvolni dunyo jamoati bo'lib sifatida o'zgartishimiz, mazkur rayon bilan aloqa qurishimiz kerak. Bu dunyoda insoniyatga qarshi jinoyatga o'rin yo'q. Irqiy qirg'inchilikqa texmi o'rin yo'q. Shunga biz dunyo jamoati sifatida besim qilishimiz, besimni davomlashtirishimiz lozim. Men ular buni yana davomlashtirolmaydi deb qarayman. Bu davom qilinmasligi kerak. Chunki xalqaro jamoat uningga davomli yo'l qo'ymaydi, uningga orilishidi. Biz buni Amerikaning ifodasida ko'rdik. Avam palata a'zosi Samir Zoberining aytishicha, Kanada parlamenti kishilik huquq tuvan komitetining o'tgan yili Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishi butun parlamentning qarori bo'lmasimi, biroq bu qaror komitet a'zolarining hammasining birda qo'llashiga erishgan. Kanadadagi kishilik huquq faoliyatchilarining faraz qilishicha, agar konservativlar taklif loyihasini Avam palatasida o'ttirg'i qo'ysa, uning ma'qullanish ehtimolligi kuchli ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyyi muhojirlar komitetining raisi Mehmet To'xta apandimning bildirishicha, navbatda Kanada parlamentida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhiga a'zo bo'lgan parlament a'zolarining soni 15 nafarga yetgan bo'lib, bular Kanada parlamentida va hukumatida Uyg'urlar masalasining o'ttirg'i qo'yilishida intayin muhim rol o'ynab kelmoqda. Hürmetli televizor ko'yuvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyyi to'g'ri televiziyasi күндىلىك xəvərlər programmasini diqqətinizə sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.